Assalomu alaykum Instagram obunachilari. Mana navbatdagi darvozamiz, navisimiz o'rnadi. Xudo xolasa tomini endi yopamiz. Hop. Kraska aytib-aytdi, shu kraska bilan qoldi. Bu darvozamiz 1.8 dan bo'lgan. Hop. Lazeri ham 1.8 dan, lisi 1.8 plusovoydan bo'lgan hammasi. Hop. Ichlarida ramkalari polni 8 ga to'g'ri. Ikkilik stenada bo'lgan. Bu ham 8 ga to'g'ri polni hamma yerda. Onolari nejivikadan bo'lgan. Nejivika bular mana qora nejivika qo'yilgan baydaga. Hop. Yondorlari shu rossiyskiy shivillerdan bo'lgan. 12lik shiviller yondorlari, lazerlari ham. Hop, navisimiz endi Xudo xolasa bitish jarayonida ozgina ish qoldi. Tomini yopilsa, Xudo xolasa bitadi navisimiz ham. Orqalari shu 2 qavat bo'lgan. Agar shuncha bo'ladigan bo'lsa, yana 1 qavat o'sha 1.5lik 1.8 lik yopiladi. Keyin steklavata solib orqasini yopib yuboriladi. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin.